bulut bilan chiroyli bo'lib turibdi. Quyosh to'sib turibdi bulut. Shuni bitta ko'rsatay sizlarga dedim. Achchoningna havoni, osmon, yer, daraxtlar qanday go'zal. Shu uzoq yo'lga yursam, xuddi yo'lda oxiri yo'q deydi, tugamayganga o'xshaydi xuddi. Bosaverasam 3000-4000 kilometrlar borasan, tugamaydi, ketaveradi. Qayerdir borib tugash kerak shu yo'llar. Bu yo'llar bizlarni chorlar, o'z manziliga pulsali chorlar. Yukni inshaalloh olib, yuklarimizni olib, buni olib borib topshirib, yana olib manziliga borib, bola chaqani oldiga inshaalloh borish hammamizga nasib qilsin. Musofirda yurganlarda endi men tushunyapman. Biz 15-20 kun yuramiz musofirlikda. Ko'p yursak 1 oy yuramiz. Yillab yuradiganlarga qanchalik og'ir. Bola chaqasini sog'inadi. Bolasi usiz katta bo'ladi. Farzandga ham og'ir berdi. Bechora ota pul topaman deb qancha halak bo'ladi. Og'ir, juda og'ir.